Assalomu alaykum. Bugun Makkada 3-kunimiz. Bir kun keldi, amal bajardi. Ikkinchi kun dam oldi. Uchinchi kun ikkinchi amalni bajarmoqchi bo'ldi. Bizani bitta o'rtog'imizni oyisi invalidlar birinchi kuni kalasiga o'g'irlatib qo'ydilar. Endi mana yana boshqa kalasiga olishdi. O'shani endi nima qilamiz? O'sha gostinitsa tashlab kelamiz. Devatuvdi, men olib ketamiz deb, men poylab o'tiraman, keyin sizlar meni poylab turasizlar dedim. Mana men shularni poylab o'tirman. Hozir Murod, Ma'pirat, Iroda kirib ketishdi. Men ikkinchi etajdaman. Hozir endi 20 minutda chiqishsa kerak. Odam kam, mana ko'rinyapti, tosh ichkarida ko'rinyapti. Bu ikkinchi etajda katta aylana, juda katta aylana. Bu ertalabki o'tirganim 3-etajda. Bu ikkinchi etaj. Ikkinchi etajdan ko'rinish to'siqlari ko'p ekan. 3-etajdan yaqqol ko'rinib turuvdi. Lekin bu yerda aravada tavof qilsa bo'lar ekan. Prosta vaqt ketmasin deb u kenayi hammasiga yura olinglar. Shuncha olib kirib ketishdi. Militsiyalarni o'tkazmayapti. Aravani o'tkazmayapti. Arava o'tkazsa tiqilib ketadi. Kecha bitta aravakash bilan savdolashmani qildim. Yolg'on gapiryapti deb o'ylasam, yolg'on emas ekan. Men aravada tavof qilib prosta katta krugdan aylanar ekanda. Mana shu aravakash aravada yurish 200 real. 200 reali bu $60 degani. $60 atrofida. Qimmat juda endi yarim soatlik ishga. Endi o'shaning uchun bola ham yaxshi bola, o'shaning uchun anaqa yuz kelmadi. Onasiga shunchalik qaryapti, uni ko'rib men xursand bo'lib ketyapman. Onajon deb gapiradi. Malades, zo'r bola ekan, oti Bobur. O'sha bola yaxshiligidan yordam bergim kelib ketdi. Juda yaxshi bola. Malades. Menga yoqdi. Birpas o'zim ham dam olaman. Keyin men kirib Murod bilan tovoq chiqaman. Men bitta o'zim bo'lsam, hech kim poylamasam 15 minutda qilib bo'lsam kerak. 20 minutda qilib 3 minutdan bitta kruk, 3 minutdan ketsin. 2 minut namoz o'qi 25 minut bo'lar ekan. Xudo xolasa. Yana qilaman.